Shu sababli men har doim stress immun tizimni izdan chiqaradi degan fikrga qarshi chiqaman. Bilasizmi, immun tizimni nima izdan chiqaradi? Juda kuchli stress, juda ko'p ishlash, keyin birdan to'xtash. Har doim to'xtaganingda kasal bo'lasan, to'g'rimi? Nega? Chunki aslida stress immun tizimni faollashtiradi. Evolyutsion jihatdan ham shunday bo'lishi mantiqan to'g'ri, shunday emasmi? Lekin dam olganimizda immun tizim biroz bo'shashadi va biz bakteriya yoki virus ta'siriga tushib qolamiz. Bu nimani anglatadi? Demak, biz stressni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Bu xuddi mashina haydashga o'xshaydi. Agar biz haddan tashqari yuqori zo'riqish yoki cho'q holatga yaqinlashayotganimizni sezsak, biroz sekinlashishimiz kerak. Ayniqsa agar bu cho'q holat farmakologiya yoki haddan tashqari ekstremal vaziyatlar tufayli yuzaga kelayotgan bo'lsa, shunchaki biroz orqaga qayd, balki ko'proqdir. Xo'p, shunday qilganimizda ushbu holatlar o'rtasidagi o'tish jarayonlarini boshqarishni o'rganamiz. Men bu yerda oldingi o'tish, neytral, barqaror holat yoki orqaga suyanish haqida gapiryapman. Bu atamani men sobiq dengiz piyodasi xodimidan o'rganganman. U shunday degan edi: hayotda har qanday narsaga 3 xil holatda yondashish mumkin. Orqaga suyanish, tekis oyoqda turish yoki oldinga og'ish. Ko'pchilik odamlar uyg'onish va uxlash jarayonlari o'rtasidagi o'tish holatlarini boshqarishni o'rgansa, juda yaxshi natijalarga erishadi deb o'ylayman. Ko'pchilik uxlay olmaydi. Ko'pchilik shunchaki fikrlarini o'chirib qo'ya olmaydi. Ammo buni o'rganish mumkin. Masalan, uyqusiz chuqur dam olish, uzoq nafas chiqarish mashqlari orqali. Bular oddiy, o'z-o'zini boshqarish asosidagi mutlaqo bepul vositalar bo'lib, avtonom asab tizimini tinchlantirishga yordam beradi. Biz buni parasimpatik, ya'ni dam olish va hazm qilish tizimini faollashtirish deb ataymiz. Shunchaki uzoq nafas chiqarish birinchi urinishdayoq ishlamasligi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan bu juda samarali usulga aylanadi. Bu vositalar odamga oldinga og'ish holatidan barqaror holatga, so'ng shunchaki bo'shashib, orqaga suyanish holatiga o'tishga yordam beradi. Va nihoyat sen uxlab qolding. Ertalab uyg'onganingda ba'zi odamlar shunchaki holdan toygan bo'ladi. Balki yetarlicha uxlamagandirsan, lekin oldinga harakatlanish uchun ortiqcha kofein, stimulyatorlar, juda baland musiqa yoki kutilmagan xabar kerak bo'ladi. Ideal holatda sen tezda oldinga intilish holatiga o'ta olishing lozim. Lekin to'liq shoshqaloqlik bilan emas. Nega bunday deyman? Chunki har qanday sohada, akademik, biznes yoki ijodiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishni istagan har bir inson hayotida va karyerasida uzoq muddatli barqarorlikka intiladi. Bunga erishish uchun esa o'tish holatlarini boshqarishni o'rganish muhim. Ba'zi odamlar tabiatan juda ko'p energiyaga ega. Ular har bir mashg'ulotni maksimal darajada bajarib, so'ng dush qabul qiladi, zalda suhbatlashadi, keyin yana ishlarini davom ettiradi. Lekin ba'zilar, masalan men kabi insonlar ertalab 100% kuch sarflasa, keyin kunduzi biroz charchaydi. Shu sababli men 10-20 daqiqalik uyqusiz chuqur dam olish, qisqa muddatli uxlab olish yoki shunchaki tinchlikda uzoq nafas chiqarish mashqlariga ehtiyoj sezaman. Yoki biroz kofein qabul qilaman. Menimcha sog'lom stimulyatorlarni me'yorda iste'mol qilishda hech qanday zarar yo'q. Balki biror energetik ichimlik ichish mumkin. Ba'zi odamlar uchun bu juda foydali bo'lishi mumkin. Keyin esa to'liq e'tiborni jamlab ishlash va shundan so'ng bir necha daqiqaga sekinlash uchun vaqt ajratish muhim. Biz doimiy ravishda meditatsiya, uyqusiz chuqur dam olish yoki muzli vannalar haqida eshitamiz. Muzli vanna yoki sovuq dush nima qiladi? Ular katexolaminlar, dopamin, epinefrin, norepinefrin kabi moddalar ajralishiga rag'batlantiruvchi ta'sir qiladi va uzoq davom etadigan ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun menimcha qasddan sovuq muhitga ta'sir qilish bo'yicha bahslar davom etsa ham, bu usulning foydalari aniq. Bu metabolizmni oshiradimi yoki oshirmaydimi? Javob ehtimol unchalik emas, ammo shubhasizki bu katta miqdorda adrenalin, dopamin va norepinefrin ajralishiga sabab bo'ladi va ularning ta'siri uzoq davom etadi. Bu esa o'zingni juda yaxshi his qilishingga yordam beradi, ayniqsa sovuqdan chiqqandan keyin. Menimcha buning asosiy ta'sirlaridan biri ham
shu. Bundan tashqari bu usul isitgich uchun sarflanadigan xarajatlaringni ham kamaytiradi. Muzli vannaga ehtiyoj yo'q. Oddiy sovuq dush olishing ham mumkin. Hech kim sovuq dushni yoqtirmaydi, lekin maqsad shuki, undan chiqib o'zingni boshqacha his qilasan. Bu bir turdagi o'zgarishdir va bu juda foydali. Lekin bir qadam tashqari oshirib yubormaslik kerak. Masalan, odamlar doim so'rashadi: qancha vaqt sovuq vannada yoki sovuq dush ostida turish kerak deb. Men esa shunday deyman: sen xohlagan natijani, hushyorlik va motivatsiyani olish uchun minimal vaqt yetarli. Meni bir do'stim bor, u nimagadir 30 daqiqa davomida, ya'ni ustiga ustak, butunlay yalang'och holda sovuq vannada o'tirgan. Keyin esa kasal bo'lib qoldi va o'zini juda yomon his qilayotganini aytdi. Men esa albatta sen 30 daqiqa qilding-ku dedim. Men esa unga nega 1 daqiqani sinab ko'rmaysan yoki 30 soniya yoki umuman vaqtga e'tibor bermay, shunchaki kirib qancha turishga bardoshing yetsa, shuncha turib, keyin biroz o'zingni majburlab, shundan so'ng chiqib ketmaysan dedim. Bu 1 daqiqa bo'lishi mumkin, balki 3 daqiqa. Muhimi o'zingni himoya qil. Ehtiyot bo'l. Lekin qandaydir kichik qiyinchilikni yengishni o'rgan va keyin chiqib ket. Bizda shunday tushuncha mavjud. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Odamlar doim so'rashadi: zalda necha set bajarish kerak? Men esa har doim tiklanish darajam unchalik yuqori emasligini bilganman. Shuning uchun o'zim uchun qulay bo'lgan usulni tanlayman. Bir necha qizish setlari, keyin 2 yoki 3 ta qattiq set, so'ng yana boshqa mashq. Yana 2-3 ta qattiq set. Mushak tomirlari uchun shu yetarli. Keyin esa boshqa mashqlarga o'taman. Ba'zi odamlar esa ko'proq hajm muhim deyishadi. Yaxshi, lekin men haftasiga bir mushak guruhi uchun 16-20 set bajarsam, to'liq holdan toyaman. Va bu menga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun har kim o'z imkoniyatlarini aniqlashi kerak deb o'ylayman. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.